Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar. Salomatmisizlar? Sog'lik yaxshimi? Yaxshi kunda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Kommentariyalarda ko'rib chiqdim. Benzinli motorollerlarda ham narxlarini to'liqroq aytib o'ting deyishdi. Hozirda biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi eng asosiy savdo do'konidamiz. Xo'sh, narxlar qanaqa? Alp Motors narxlari nech pul sotilyapti? Hozir sizlar bilan barchasini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xudo xolasa Alp Motors'da eng oxirgi narxlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qanday bo'lmasam ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Alp Motors kompaniyasi 16 xildan ortiq Motoroller turlarini ishlab chiqaradi. Ya'ni O'zbekiston sharoitiga mos qilib ishlab chiqarilgan. Kelinglar, mana shu modeldan boshlaymiz. Bu eng kichkinasidan biroz yuqoriroq model hisoblanadi. Ya'ni Tiger deb nomlashgan mana shu modelimizni ko'rinishlari ham juda ham chiroyli, 4 xil rangda ishlab chiqariladi. Vayni rang, qizil, ko'k, seriya ranglarda ishlab chiqariladi. Zamonaviy hozirgi kunda mos qilib ishlab chiqarilgan, ya'ni pol avtomat qilingan motorlarda turibdi. 49 kubali motorda jihozlangan. Yurishlari, tezliklari yomon emas. Bemalol 700-800 kg yuk yuklab ketsanglar bo'laveradi. Eng zo'r tomoni o'tirganlaringda ham amortizatsiya sistemalari ham, baqvatilari ham zo'r qilingan. Hop, bort razmerlariga keladigan bo'lsak, 1.6 ga 1.1 santimetr, ya'ni 1.6 metrga 1.1 metr qilib ishlangan ekan. Santimetr deb ham biroz uzr so'rayman. Bu uchun kelib bemalol ko'rib, xarid qilish imkoni bor. Yurish kilometrlariga, motorlariga 2000 kilometr garantiya beriladi. Undan tashqari, narxiga keladigan bo'lsa, eng asosiysi $1400 qilib berilyapti. Ya'ni ushbu motorollerimiz Qo'qon shahridagi Vadakanal Marvarid supermarketida. Umuman olganda, Qo'qondagi hamma savdo do'konlarida narxlar deyarli bir xil. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Undan tashqari, hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizda 1 tonnali benzinli motorollerlar ham bor. Ya'ni Alp Motors kompaniyasi tegishli borti 180 ga 130 qilib ishlangan. Eng zo'r tomoni sideniyalari ham elektroniga o'xshagan. Tablolari ham juda ham chiroyli. Bir kelib ko'rsatsangiz bo'laveradi. Tablolarni ham tashqi ko'rinishlari 42 kilometr test jarayonidan o'tgan holatda yurgan. Kelib, ko'rib, xarid qilish imkoni bor. Amortizatsiyalari ham, vilkalari ham qalin qilib ishlangan. O'ziga yarasha sifatli. Vilkalarni ham hozir paketda turibdi. Kelib, ko'rib, xarid qilsanglar bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsa, eng asosiysi ushbu modelimizning narxini $1650 qilib beryapmiz. Naqdga kelib, ko'rib, xarid qilsanglar bo'laveradi. Bularda ham 4 xil rangi bor. Istagan ranglaringdan xudo xolasa chiqarib bera olamiz. Balotoviy, seri, qizil hamda ko'k ranglarda. Undan tashqari bizda 2 tonnali modellar ham bor sotuvda. Juda ham ko'pchilik uchun sevimli modeldan biri desam adashmagan bo'laman. Oldilarida havo to'sqichlarigacha bor. Modelni tashqi ko'rinishini ham ko'rishlar mumkin. Juda ham keng qilib ishlangan. Motorlarni ham bir ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Zhongsheng kompaniyasiga tegishli 2000 kilometrdan ko'proq o'zi hamma Alp Motors kompaniyasiga Zhongsheng motorlar qo'yiladi. 200 kubali motor turibdi. Borti 2 ga 1.35 qilib ishlangan ekan, ya'ni mana shu bortlari. Kelib, xudo xolasa ko'rib xarid qilsanglar bo'laveradi. Bu modellarimizning narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi paytda $2000 qilib beryapmiz ekan. Kelsanglar savdo ustida chiroyli qilib narxlardan kelishtirib berish imkoni bor. Motorollerni sotib olganingizda zapaska balonlari bo'ladi o'zida, kaskalari bo'ladi. Undan tashqari futbolkalari, qo'shimcha aksessuarlari bor. Damkarat kulishlargacha bor. Ortiqcha mahsulot sotib olib yotmaysiz. Kelasiz, xarid qilasiz, qo'lingizga shot surfkanni beramiz, bemalol sotib olsangiz bo'laveradi. Undan tashqari buni samasvali variantlari ham bor, ya'ni o'zi 2 tonnalilarda seriyasi Lion deb nomlanadi. Bularda pol kabinalilari ham bor, ularni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Demak, Lion modellarimiz samasval modellari $2250 bu bo'lish narxi. Men sizlarga oxirgi narxlarda aytyapman, hurmatli kuzatuvchilar. Klientlar telefon qilishadi. Buncha narx aytishibdi, ustidan $200, $300 tushib bering. Hurmatli kuzatuvchilar, men uchun sizlarda vaqtlaring ham qadrli, o'zimniki ham qadrli. Shu uchun sizlarda vaqtlaringni olmagan holatda bo'lish narxlarini aytib o'tyapman. Ya'ni videoda manfaat bo'lsin, aniq bir ma'lumot olinglar degan maqsadda. Bortlari ham standart bir xil, o'sha 2 ga 1.35, 1.30 atrofida. Chuqurliklari ham 50-60 santimetr bo'ladi. Bu samasval varianti ham motorni o'zi kelib, ko'rib, test qilib, xolislarini to'ktirib, ko'rsalaring bo'laveradi. Sifatiga javob beramiz. Undan tashqari, aytib o'tganimdek, mana vayni ranglari ham bor. Xuddi 2 tonnaligimizni bu yerga olib qo'yganmiz, sotuvga istasanglar vayni rangni tanlab olsanglar bo'laveradi. Undan tashqari,
1,5 tonnali modellarimiz ham bor. Borti 180 130 faqat chuqur bo'ladi. Ya'ni chuqurroq bo'ladi. Narxlari $1,900 dan kelsanglar, mana shu narxlardan xudo xolasa savdo ustida baraka topasizlar. Undan tashqari, nimalarning ham motori 2 kubalik bo'ladi. Bizda 4 tonnali modellar ham bor. Aka ko'rarsizlar, bemalol ko'rar aka. 4 tonnali modellarimiz ham bor. Motorlar 260 kublik bo'ladi. Mashina motorli bo'ladi. Kelib ko'rsatsangiz bo'lardi. Xalqqa uni ham motorlarni bir ko'rsatib o'taylik. 260 kubalik qanaqa bo'ladi deyishganlariga. Xuddi shu holatda bo'ladi. Bortlariga keladigan bo'lsa, imminda mana shu modelimizni, demak, mashina motorligimiz, kasatka modelimiz 2.2 ga 1.4 ekan. Narxlari keladigan bo'lsa, $2,600 dan qilib beryapmiz. Oxirgi narxlarda. Men aytayapman, narx pricelarni o'zimga oldim, shu sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun. Demak, $2,600 dan oxirgi narxlarda qilib beryapmiz ekan. 3 tonnali modelimizni samasvalli variantlari ham bor. So'raganlarga mana 3 tonnali modelimiz, demak, 3 tonna samasvalli variantlarimiz. Bularda ham narxi $2,600 ekan. Bortlari standart 2.2 ga 1.4 ekan. Motorlari 250 kubalik bo'ladi. Mana shu modelimiz. Bularni ham sotib olganlaringda qo'shimcha zapaska balonlari, kaskalari, qo'shimcha aksessuarlari bor. Bularda ham bo'ladi. Narxni aytib o'tdim, demak $2,600 ekan. Undan tashqari 3 tonnalikda oddiy variantlari ham bor, ya'ni samasvalsiz bo'lgan variantlari. Narxlariga keladigan bo'lsa, $2,300 qilib beryapmiz ekan. Ya'ni samasvalsiz variantlarni. Undan tashqari bizda 3,5 tonnali modellarimiz ham bor. Narxlariga keladigan bo'lsa, narxlardan oldin kelinglar, bortlarni tanishtirib o'tay. Bortlari 2.6 ga 1.4 bo'lar ekan. Ya'ni 2 metr 60 santimetrga 1 metr 40 santimetr bo'lar ekan. Juda ham keng, ko'rishlar mumkin, ham uzun, bemalol shlaka blok toshiydigan akalarimizmi, sementmi, shag'almi nima toshsa bo'laveradi. Motorlari 300 kubalik bo'ladi. Juda ham haybatli, yurishlari ham, tezliklari ham o'ziga yarasha qilib ishlangan. Samasvalli variantlar bilan samasvalsiz variantlar demak, narxlariga keladigan bo'lsak, xo'p, $2,900 immindan mana shu kashalot modellarimizni samasvalli variant ekan, samasvalsiz varianti $2,600 ekan. Immindan mana shu aytib turgan narxlarimdan, mana shu modellardan kelsanglar savdo ustida kelishtirib beradigan joyi bor ekan bularda. Biroz ozmoz sunnatiga o'tib berilar ekan. O'tib beradiganlarni narxini aytib o'tyapman, hurmatli kuzatuvchilar. Aniqlarini aniq qilib o'tyapman. Kelsanglar xursand bo'laman, savdo ustida chiroyli narxlarda qilib bera olamiz. Qo'y mol tosh uchun mo'ljallangan model bormi deganlarga, mana hurmatli kuzatuvchilar, 2 ga 1.35 qilib ishlangan, bemalol buzovchalardimi, qo'ylardimi toshsalar ham bo'laveradi, yonlarida rishotkalari bor. Motorlari 200 kubalik bo'ladi shu modellarimizni. Juda ham chiroyli model. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda shu modelimizga aksiya qilganmiz, $2,000 dan qilib beryapmiz. Ya'ni 26 million so'm atrofida bo'ladi. Juda ham zo'r model. Rishotkalarni olib qo'ysanglar bo'laveradi, chorva uchun haqiqiy foydalanadigan modelsi, adashmagan bo'lamiz. Leon pol kabina originallarimiz ham bor sotuvda. Bu modellarni aytib o'tdik. 2 tonnaliklar pol kabina originallarimiz bor mana. Oynalari juda ham sifatli, haqiqiy pol kabina original model hisoblanadi. Kelib, sifatlarini ko'rib, xarid qilsanglar bo'laradi. Borti 2 tonnalik bo'ladi bu modelimizga. Narxiga keladigan bo'lsa, pol kabina originalimizni $2,300 qilib beryapmiz, hurmatli kuzatuvchilar. Kelsanglar xursand bo'lamiz. Juda ham zo'r narxlarda qilib beryapmiz. Garantiyalari 6 oylik bepul servislari bor. 2000 kilometrga motorlarga garantiya beryapmiz. Kvadrosikl so'ragan mijozlarimizga kvadrosikillarimiz yana sotuvga chiqdi. Pol kabina kvadrosikillarimiz, oldi faralari, tashqi ko'rinishlari, bu modelimizni biz tog'larda sinov qilgan edik. Haqiqiy sinovdan o'tgan, oldilarida lebyotkalari bor. Uzunligi 7 metrdan ko'proq bo'lgan o'zining lebyotkalari bor. Oldi faralari ham o'rmonzor bo'lsin, botqoqzor bo'lsin, cho'l bo'lsin, juda ham yorug' yoritib berish imkoni beradi. Qo'shimcha yana yoritib beradigan tumanli mana chiroqlarigacha bor. Oldi oynalari ham haqiqiy mashina oynasiga o'xshagan juda ham baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Motor kubalari 250 kubalik bo'ladi. Bular yangi ishlab chiqarilgan, ya'ni samasvalli variant hisoblanadi. Narxlarini hozirgi paytda bu modelimizni $3,350 qilib beryapmiz. Oxirgi narxlarda.
Shu ol kabinali kvadrosikl variantimiz. Xuddi shuni. Kamchiliklar uchun gapirib turganimda kamchiliklar uchun biroz uzr so'rayman. Lekin imkon boricha sizlarga to'liqroq ma'lumot yetkazib berishga harakat qilaman. Keling bitta ko'rsatamiz tablolarni. Ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak tablolar ham. Tablolarni ko'rsatib o'taylik. Xuddi shu holatda bo'ladi. Mana, yoq ochib ham beraveramiz. 16 kilometr tez probeg qilingan. Kelishsa, xudo xolasa, chiroyli narxlarda xarid qilishsa bo'laveradi. Mana bu yon tomoniga ham odam o'tirib olsa bo'ladi. Aslida o'rtada odam o'tiradi, yana yonida ham odam o'tiradi. Endi biroz ixchamroq bo'lgan, men biroz do'mbaroq bo'lganim uchun, semizroq bo'lganim uchun to'liqroq o'tiribman, lekin ozg'inroq odam o'tiradigan bo'lsa, bemalol 3 kishi o'tirib ketsa bo'laveradi. Oldi oynalari, umuman olganda mahsulotni sifati juda ham zo'r holatda, narxlarida ham chiroyli narxlarda qilib quydi. Aytib o'tganimdek, $3350 qilib beryapmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, agar qaysidir modellar sizlarga ma'lumot yetmagan bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Qo'qonda o'zidan sizlarga kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib berishimiz mumkin. Ya'ni mana shu savdo do'konimizdan. Hurmatli kuzatuvchilar, kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Qanaqadir yana savollaring bo'lsa, aytib o'tganimdek telefon qilsanglar bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilar, e'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Ko'rgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Rahmat.